Yigit, qarang. Morasi kerakli bo'lgan kosmetikani tugab qopti, kremi. Shunga pul bering, keyin salonga ham boraman. Aka, siz shundoq ham chiroylisiz. Menga tabiiy go'zallik yoqadi. Tabiiy go'zallik? Ha? Ashta? Salonga borib nima qilaman, to'g'rimi? Agar salonga borsam, mo'chachlarini bo'yab chiroyli qilib qo'yishadi, oqlari ko'rinmay qoladi. Ayniqsa mana betimga qimmat kremlar olsam-a? Ashta. Nima keragi bor? Yuzimga tirishlar chiqmay qolmasin. Endi aytaman-da. Mabodo yuzimga o'qotlar qilsam-a? Keyin mana ugrilar chiqmay qo'ysa-chi? Ugrilar? Mana o'rmonga o'xshagan mo'ylovlarimni aytmaysizmi tabiiy go'zalligini? Salonga borsam, bekordan yurib olishadi. Mo'ylovlar? Adashib kosmetologga ham borib qolsam deng. Mana yuzlarimni tozalashib, burnimdagi qop-qora nuqtalarimni ketkizishib, yuzimni cho'tki qilib yaltillatib qo'yishsa, undan uyda o'tiravering. Shunaqa. Tabiiy go'zal bola. Oy qiz, hazillashuvdim. Tabiiy go'zallik bunaqa bo'lsa, bo'lmagani yaxshi-kan. Yo'q, endi ya, meni tabiiy chiroyligim sizga yoqasidi-yu. Men gapirib beraman, ushlayman ona. Bir o'zingiz remont qilib keling. Bo'ldi, yoqmayaptimi? Hang. Ko'zlarim qonab ketyapti, tezroq yo'qoling. No, demay, tabiiyman-u. Men dedim. Tabiiy chiroyliman-u. Yo, mana ketyapman. Ayolmas